Alloh azza va jalla ushbu sayyid oyam kuni barchamizga muborak qilgan bo'lsin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin, duolarimizni ijobat qilsin. Bugungi mavzuyimiz Ramazon fazilati haqida. Siz bilan bizga mana shu Ramazonga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni bilib, bu oyning fazilati haqida xabardor bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ummat uchun bashorat, xursandchilikni olib, muborak Ramazon kirib kelyapti. Muborak bo'lsin Ramazon. Biz ustimizga birodarlar, xayriyat, barakat, mag'firat hamda do'zaxdan ozod bo'lishlik oyi, Ramazon oyi kelyapti. Muborak bo'lsin. Bu muborak oyda Alloh taoloning rahmati va marhamati mu'minlarga serob bo'lib yog'ilib turadi. Kim mana shu oyning xayriyatidan mahrum bo'lgan bo'lsa, haqiqatan mahrum odam ekan. Chunki Alloh biladi birodarlar, keyingi Ramazonga biz yetamizmi, yo'qmi? Albatta siz bilan biz mu'minlar bu oyni hurmati siz bilan bizni qalbimizda oliy, makonati ulug' birodarlar. Mana shu oyda butun olamlarga rahmat bo'lib Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana shu oy kirganda sahobalarga bir bashorat qilib aytgan bir qancha hadislarni o'qiymiz. Bu oyning fazilati, bu oyda qilingan amallarning bir boshqa oydagi amallardan farqi bir qator eslab qo'yamiz. Chunki bu narsalarni doim biz eshitamiz har Ramazonda. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslating, eslatma bering, zero eslatma mo'minlarga foyda qiladi. Sizni ilm ahli ekanligingizni belgisi bor. Ya'ni siz ilm ahlidanmisiz, tolibi ilmmisiz? Belgisi shuki, 1000 marta eshitgan masalangizni 1001 marta eshitayotganingizda ham xuddi birinchi marta eshitayotgandek tinglab diqqat qilib o'tirgan bo'lsangiz, demak siz ilm ahlidansiz. Bu hadislarni eshitganmiz, bu hadislar oyatlarni bilamiz. Bilasizlar. Lekin hozirgi aytayotgan oyatga muvofiq eslatma berish kimlarga foyda qilar ekan? Mo'minlarga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar, Imom Ahmaddan bu hadis. Qad ja'akum shahru Ramazon, shahrun muborak. Tahqiq ustingizga Ramazon oyi keldi. Muborak oy. Iftaradallohu alaykum siyamahu. Alloh uning ro'zasini sizlarga farz qildi. Yuftahu fihi abwabul janna va yughlaqu fihi abwabul jahim. Bu oyda jannat eshiklari ochiladi. Jahannam eshiklari berkiladi. Va tughallu fihi shayatin. Shaytonlar bu oyda bog'lanadi. Fihi laylatun khayrun min alfi shahrin. Unda 1000 oydan afzal bo'lgan bir kecha bor, Qadr kechasi. Man hurima khayraha faqad hurim. Mana shunday muborak oyni xayriyatidan kim mahrum bo'lgan bo'lsa, haqiqatan mahrum bo'libdi. Ramazon muborak bo'lsin birodarlar. Intiqib siz bilan biz xursandchilik bilan kutgan muborak oy keldi. Bu kelayotgan oyni xursandchilik bilan kutib olish yoki unga siqilishlik ikkita narsaga bog'liq. O'lchov va tushuncha. Qilayotgan ishingiz haqida tasavvuringiz to'g'ri bo'lsa, shu ishni qilayotganingizda sizga u ish huzur beradi. Qiylanib topgan pulingizdan sadaqa beryapsiz. Qiylanib topgan pulingizdan zakot beryapsiz. Agar nima qilayotganligingiz haqida tasavvuringiz to'g'ri bo'lsa, u berishlik sizga huzur bag'ishlaydi, xuddi olishlik huzur bag'ishlaganidek. Demak, qilayotgan ishimiz haqida nima qilaylik? Qo'limizdagi telefonga zaryadka kerak. Kim bir marta, kim 2 marta zaryadka qiladi. Shu zaryadkasi tugab qolsa telefon o'chib qoladi. Siz bilan biz birodarlar, namozimiz bir kundagi 5 marta qilinadigan zaryadka. Dunyo bilan bo'lib, qalbimiz dunyoga berilib, siqilib, bo'g'ilib turgan paytimizda namozga kelsak, bir iymonimiz quvvat oladida zaryadka olib qolamiz. Haftalik zaryadka bor. Bu juma namozi. Oyat, hadis, qissalar. Endi yillik bo'ladigan zaryadka bor. Bu nima? Ramazon ro'zasi. 1 yillik ozuqani olishligimiz kerak. Ramazon sabr oyi birodarlar. Shuning uchun Alloh azza va jalla siz bilan bizga Ramazon ro'zasini buyurdi. Allohga kerakmi biz ro'za tutishimiz? Kerak emas. Nimaga buyurdi? Har bitta buyruqning orqasida hikmat bor. Har bitta shariatimizda qaytarilgan, man qilingan ishni shu man qilinishligida hikmat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man lam yada qawla zur va amala bihi
falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu va sharabahu. Kim roza tutgan odamlar ichida deyapti payg'ambarimiz, kim yolg'on gapni to'xtatmasa roza tutib turib va mana shu yolg'on gapga bo'lgan amalni to'xtatmasa, bu odamni yemay ichmay qo'yganini Allohga keragi yo'q. Birodarlar, rozadan maqsad yemay qo'yish, bir qator organizmni rohatlantirish, bir qator bir nima qilish, shlaglarni chiqarish emas. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirganlar, sizlardan avvalgi ummatlarga farz qilinganidek, sizlarga ham roza tutishlik farz qilindi. Maqsad nima edi? La'allakum tattaqun. Shoyat taqvodor bo'lsanglar. Rozadan maqsad taqvo. Rozadan maqsad taqvo. Uyqusi yaxshi odamlarning rashodini qarang. Peshinda o'qib turib bitta tashlasam, asrgacha uxlaydi, qoyil. O'zi bir hisobda yaxshi, bunaqa odam uxlagani yaxshi, chunki o'g'o bo'lsa gunoh qilgandan ko'ra telefon o'ynab, har xil narsani ko'rib. Nima qilgani yaxshi? Uxlagani yaxshi. Lekin birodarlar, u rozadan maqsad uxlashmasda. Bizni rozamiz o'sha sahobalarda hayotidagi bo'lgan roza bilan taqqoslasak, bizni rozamiz uyqu va ovqat oyi. Birodarlar, roza tutishdan maqsad kelinlar ertamandan kechgacha oshxonada qolib ketmasin. Boshqa oyda yemaydigan ovqatlarni qilib yeymiz. Nima demadinglar? Kelinglar o'sha kelinlarga ham ozgina fursat beraylik. Chunki rozadan ko'zlangan maqsad la'allakum tattaqun. Shoyat taqvodor bo'lsanglar. Ozgina narsa bilan, endi ro'zani hurmati yo'qmi, domla? Hurmat nima bilan o'lchanar ekan? Dasturxondagi ovqatni hech chiqilligi bilan. Mana bu narsa noto'g'ri-da. Darsimizni boshida aytdik. Qilayotgan amalingiz haqida tasavvuringiz to'g'ri bo'lsa, bu ishni qilishingiz ham to'g'ri bo'ladi, qabul bo'lishi ham to'g'ri bo'ladi. Agar tasavvuringiz noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ro'zadan maqsad nima ekan? Taqvo ekan, taqvo sifati ekan. Bu oy birodarlar, bandalarning foydasiga yoki zarariga hujjat bo'ladi. Bu oyni hurmatini rioya qilgan odamni Alloh taolo hurmatini rioya qiladi. Zoya qilgan bandani Alloh zoya qiladi. Birodarlar, roza bu ixlos ibodati. Nimaga desiz? Namozingizga riyo aralashib qolishi mumkin. Masjidga chiqasiz, hajingizga, umringizga, boshqa, ammo rozaga riyo aralashmaydi. Qanaqa qilib? Issiq, charchadingiz, uyga kirdingiz, hali denida muzdek suv turibdi. Hech kim yo'q. Eshik yopiq. Xotin eshikda yuribdi. Chanqagansiz. Aytingchi, nima to'sadi shu yerda sizni suv ichishdan? Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Alloh taolo iymonni beribdi. Hech kim ko'rmayapti-da. Mana shu ixlos bo'ladi. Maza qilyapsizmi meniki ichmasdan? Yo ichib maza qilasizmi? Ichmay maza qilasizmi? Demak, Ramazon ro'zasi nima ekan? Bu ixlos ibodat ekan. Alloh azza va jalla mana shu oylarni aylantirib, qachon issiqda, qachon sovuqda Ramazon oyini bizga yuborib sinaydi. Mana shu sinov bilan siz bilan biz ajralamiz odamlardan. Shu sinov bilan siz bilan bizni qadrimiz yuksaladi Allohning nazarida. Mana shu sinov tufayli, imtihon tufayli jannatdagi darajamiz belgilanadi. Jannatga hech kimimiz amalimiz olib kira olmaydi. Siz bilan bizni amalimiz jannatga olib kirmaydi. Allohning rahmati bilan kiramiz. Unda amal nima uchun deyilsa, amal ana shu jannatdagi etajingizni belgilashlik uchun. Astagfirullah. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna va hum la yuftanun. Alloh taolo so'rayapti. Alif lam mim. Odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida o'z holiga tashlab qo'yishini o'yladilarmi? Alloh seni sinaydi banda. Roza bilan, kasallik bilan sinov. Holbuki biz ulardan avvalgi kishilarni imtihon qilgan edik. Bas shu imtihon vositasida Alloh iymon keltirdi deb rost so'zlagan kishilarni ham, yolg'onchi kimsalarni ham bilur. Vulkanizatsiyada shu mashinani qildiryapti bo'lsa, peshinda o'qib bo'lganmiz. Ro'paradagi do'konda 3 ta bir 50 da ustidagi akalar do'konda ochib, ko'k choyni qo'yib ichib o'tirishibdi. Mayli sahari bordir, yaxshi gumon qilamiz. Mayli shu doktor tomonidan tutmang degan mayli, lekin ro'zani hurmati yo'qmidi?
Naglayda shunday qo'yishib ichib o'tiribdi. Hamma kafelar yopiq. O'sha mana bu niqada tasavvur, tushuncha noto'g'ri. Ha, ichmoqdan kasallik bo'lsa, mayli, shariat ruxsat beradi, ammo hurmatini qilib qo'y. Birodarlar, bu oy g'animat oy, bu shamoldek, bulutdek tezda o'tib ketadi. Nafsini jilovlab tarbiyalab qolgan odam yutdi. Robbisining huzurida mana shu oy bandani foydasiga yoki zararliga guvoh beradi. Alloh taolo mana shu Ramazonda ro'zasi bilan bandalarning azizligini yoki xor bo'lishligini tayinlaydi, belgilaydi. Bu oy bizning foydamizga yoki zararimizga hujjat bo'ladi. Ramazon keldi birodarlar, muborak bo'lsin. Biz ro'za deb aytadigan narsa arab tilida as-savm deyiladi. Savm Ramazon, Ramazon oyining ro'zasi. Savm lug'aviy ma'nosi kishi ikki shahvatini tiyishligiga aytilinadi. Ya'ni qornini va farjini. Mana kimdir kasal, kimdir betob, tutmasligi yoki safarda yurganligi sababli ro'zadan bir ma'zur bo'lishi mumkin. Lekin Alloh taolo aytadi: "Va antasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun." Endi agar bilsanglar, tutganinglar o'zingizlarga yaxshi, deyapti Alloh. Kasal odam tutmaydi. Ammo safarga chiqqan odamchi? Masalan, hozirgi safarlar avvalgi zamondagi safarlarda emas. Turkiyaga borsin, Xitoyga borsin, Dubayga borsin, tijorat bilan gostinsada yotadi. Konditsioner bor. Hatto ayrim shu boshqa mamlakatlardagi odamlar shu darajada o'lchov tushunchasi buzilganligidan musulmon obod yurtda yashaydi. Ramazon oyida safarga chiqishib olar ekan. Nima qilmasligi uchun? Nima deb o'ylaysizlar? Ramazonda roza tutmagan odam keyin o'rniga qazosini tutib beradi deb o'ylaysizmi? Qarang, Ramazonni yuk, mashaqqat, mehnat deb o'ylayapti. O'zi biz xursandchilik, sharaf deb qabul qilardik-ku. Ko'ryapsizlarmi? Qayerda yashashdan qat'iy nazar, kimlar bilan yashashdan qat'iy nazar, mana ikkita narsasi noto'g'ri bo'lsa, tushunchasi, o'lchovi, tasavvuri noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, shunday qilayotganlar ham bor. Lekin Alloh aytayapti: "Va antasumu khayrun lakum." Musofir bo'lgan chog'ingni ham tuta olasang, agar sharoiting bo'lsa, tutganing yaxshi, deyapti. Hatto ana shu uzri bor odam, o'shadagi sahridir yoki suv ichib turish kerakdir, saharlikka turadi. Niyat qiladi. Og'zini yopadi. O'sha dori ichadigan joyigacha tutadi. Tushunyapsizlarmi ro'zani hurmatini? Endi boyaga biz aytayotgan choyda nagli ichib o'tirganlar, mana ikkita narsasi noto'g'ri. Keyingi Ramazonga kelasam, yo'qmi Xudo biladi. Har bitta ishda hikmati bor dedik shariatimizda. Agar ota bolasiga tishini yuvib ol bolam desa, u buyruqni bajarishi oson. Chunki bu buyruqning orqasidagi foydani biladi bola. Siz bilan bizga Alloh taolo zino qilma, o'g'illik qilma, tarozidan urma dedi. Uni orqasidagi hikmatni tushunamizda, bajarishimiz oson. Endi siz bilan bizga buyurilgan buyruqni orqasidagi hikmatni tushunmasak, bajarishimiz qiyin bo'ladi. Endi ota bolasiga tishini yuv desa, orqasidagi foydasini tushungani uchun oson itoat qiladi. Endi tayyor turgan ovqatni qonni ochib turganda bolam yema desa, nimaga deydi? Nimaga deydi? Yana qaytarib aytaman. Siz hikmatini tushungan ishni, buyruqni bajarish oson bo'ladi. Ammo siz hikmatini tushuna olmasangiz, qiyin bo'ladi. Endi sizni nima majbur qiladi kunduzida och qolishlikka, chanqashlikka, joningizni, nafsingizni qiynashlikka nima majbur qiladi? Iymoningiz. Iymoningiz nima deyapti? Modomiki Alloh taolo shu ishni qil dedimi? Demak, buning orqasida ulkan katta bir foyda, hikmat bor. Robbingizga bo'lgan iymoningiz sizni ovqatdan to'sadi. Tushunarlimi? Yana qaytarib aytaman, muborak bo'lsin, bu iymon bu. Hech kim ko'rmayapti. Ha, tutdim deb qo'ysangiz kim bilib o'tiribdi? Tiling chiqarchi deydimi? Qayerdan biladi? Bu faqat mo'min odam qiladigan ixlos ibodati, sabr ibodati. Orqasidagi hikmatni siz bilan biz tushuna olmasak ham, bo'yin sunayotganligimiz siz bilan bizni Allohga bo'lgan iymonimizni, ishonchimiz alomati. Inson o'zini, nafsini isloh qilishligida, sulukiyatini tuzatishda ro'zani birodarlar ahamiyati katta. Shuning uchun juda ko'p amallar mana shu ro'za tutishlik bilan gunoh bo'lgan amallar kafforat qilinadi.
Mana hikmatlaridan bittasi. Uylanishlikka imkoniyati bo'lmayotgan yigitlarga shariat roza tutishlikni tavsiya qiladi. Chunki mana shu shahvatni sindirishlik, nafsni jilolashlikka eng kuchli qurollardan bittasi. Bir inson bir narsani xohlayapti, unga imkoniyati yo'q. Yana bitta odam shu narsani xohlayapti, imkoniyati bor. Qaysinisini shu ishdan tiyilishi qiyinroq? Ana endi siz bilan biz imkoniyatimiz bo'lib turib yemay ichmay ekanligimiz nafsimizni tarbiyalashlikka, nafsimizni jilovlashlikka siz bilan bizga zo'r fursat bo'ladi. Rasululloh aytganlar: "Ya mashara shabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Ey bo'ydoqlar jamoasi, ey yigitlar, kiminglar uylanishlikka imkoniyati bo'lsa, uylansin. "Va man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu bija'un." Endi kim uylanishlikka imkoniyati bo'lmasa, roza tutsin. Chunki u roza ana shu yigit uchun shahvatni sindirishlik. "Was-so'imina was-so'imat wal-hafizina furujahum wal-hafizat." Roza tutuvchi erkaklar, roza tutuvchi ayollar, avratlarini saqlovchi erkaklar va avratlarini haromdan saqlovchi bo'lgan ayollar. Demak, inson shahvatini kesishlikdagi eng ishonchli vosita nima ekan? Roza ekan. Ya'ni qaysi oy kelganligini his qilaylik. Uxlab nima qilmaylik, beparvolik bilan o'tkazib yormaylik, birodarlar. Jabir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: "Innamas siyamu junnatun yastajinnu biha al-abdu minan nar." Imom Ahmaddan. Roza qalqon, birodarlar. Albatta, roza qalqondir dedilar Rasululloh. U bilan banda o'tdan himoyalanadi. "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallohu bizalika al-yawm wajhahu anin nari 70 khalifan." Qaysi bir banda dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bu muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Alloh uchun bir kun roza tutsa, bir kun, ya'ni Alloh uchun Ramazonda bir kun roza tutsak, mana shu bandaning yuzini ana shu kun sababli 70 yilga do'zaxdan uzoqlashtiradi. Bir kuni 70 yilga. Sezon deymiz, ha? Nima deymiz? O'sha kiyim-kechak sotadiganga, masalan, dublonga sotadiganga kuz sezon, to'g'rimi? Yo qishmi? Kuz. Chunki uje qishgacha olib bo'lgan bo'ladi-da. Yoki bo'lmasam yozgi kiyim sotadiganga sezon qachon? Bahor. O'sha sezonda olib qolaylik deydi. Mana shu sezonda olsak tom yopib olamiz. Ya'ni g'animat biladi mana shu narsani. Ramazon mo'min uchun nima? Sezon. Ko'paytirilgan 70 ta. Bunaqa formula qayerda bor? Ro'zadorning savobi behisob qilib beriladi. Astagfirullah. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighayri hisob. Albatta, sabirlarning, ro'zadorlarning ajrlari hisob kitobsiz beriladi. Kullu amal ibn adama lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis qarang bir go'zalligini. Alloh taolo aytayaptiki, odam bolasining hamma qilgan amali o'zi uchun. Faqat ro'zasi men uchun. Mana shu so'zga e'tibor beraylik. Namozingiz o'zingizga, sadaqangiz o'zingizga, zakotingiz o'zingizga, hajjingiz o'zingizga, o'zingiz uchun qilasiz. Faqat ro'zasi men uchun deyapti. Va mukofotini ham o'zim beraman deydi. Aytdi-ku, hech kim ko'rmaydi-da bu ro'zadorligingizni. Hech kim bilmaydi-da. Payg'ambarimiz boshqa hadisda marhamat qiladilar. Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ya'ni Allohga qasamki, ro'zadorning og'zidagi hid Alloh uchun qiyomat kunida mushukning hididan ko'ra xushbo'yroq bo'ladi. Bo'lmasam, ro'zador odam ovqat yemaydi, suv ichmaydi, og'zidan noxush hid kelib qoladi. Endi mana shu hid o'zi noxush bo'lgani bilan Allohga mahbub. Nima uchun? Noxushligi uchun emas, kimdan kelayotganligi uchun. Qodir bo'lib turib yemayapti, qodir bo'lib turib ichmayapti. Kim roziligi uchun? Shu oy kelyapti, birodarlar. Yengli shimaraylik. Inshaalloh 30 kun taraviga chiqaman. Inshaalloh 8 rakatdan keyin nima qilmayman? Ro'zadorning ikki xursandchiligi bor. U ikkisi bilan xursand bo'ladi. Iftor qilgan paytda bilasizmi shu xursandchilik bor, Xudoga shukr yetkazib oldim. Xursandchilikmi? Endi buni egizak xursandchiligi bor. Robbisiga ro'baro bo'lgan kunda shu tutgan ro'zasidan xursand bo'ladi.
Hozir aytdik, bu ajablanarli ish emas, chunki ro'zador bu Allohga bo'lgan iymonidan tutadi va o'zini sabrini shu bilan mustahkamlaydi. Ro'zadorlar Alloh ularni gunohlarini mag'firat qilib, o'zini jannatiga kiritadi. Alloh taolo marhamat qiladi. Astagfirullah. Was-soimina was-soimat val hafizina furujahum val hafizat vaz-zakirina Alloha katiran vaz-zakirat a'adda Allohu lahum mag'firatan va ajran azima. Qiyomat kunida birodarlar, ro'za o'zining egasini shafoat qiladi. Shafoat degani nima degani? Yo'la borish. Bu bizdan deb borish. Kirgizib oling, bizdan deb qo'yamiz. U qormaq o'tkazing deymiz. Demak, shunda yo'la borish. Akalar, hammamiz varzuquna shafaatahu yawmal qiyamah deb duo qilamiz. Rasulullohning shafoatini bizga rizq qilib bergan. Biz o'sha o'tolmay turganda, qiylanib turgan paytimizda payg'ambarimiz kelib turib, "O bizdan bo'ldi, o'tkazib olinglar" deydi. Ro'za sizni shafoat qiladi. Yo'laydi. Payg'ambarimiz aytadilar, Imom Ahmaddan bu hadis: "As-siyamu val Qur'anu yashfi'ani lil abdi yawmal qiyamah." Qur'on va ro'za qiyomat kunida shu ikkala amalni qilgan bandani shafoatiga oladi. Talavadan chiqib ketayotgan ukalar 8 rakatdan, mayli, o'zi talava sunnat, o'qimagan odam gunohkor bo'lmaydi. Ammo chiqib ketib qiladigan ishingiz bilan mayada turgan paytingizdagi qiladigan ishingizni taqqoslab ko'ring. Qiyomatda ro'za bilan Qur'on shafoat qiladi deyapti. Bitta harfiga 10 ta savob bor Qur'onni. Siz tashqarida nima qilasiz chiqib? Keling, niyat qiling, shu Ramazonda xuftondan keyin telefonni o'chirib tashab qo'yaman uyga. Masjidga telefonsiz kelaman. Shunda ro'za aytadi qiyomat kunida: "Ey Robbim, men bu bandani kunduzi taomidan, shahvatidan man qildim. Meni shafoat qildirgin" deydi. Qur'on deydi: "Uni tunda uyqudan man qildim. Meni unga shafoat qildirgin" deydi. Bas Alloh izn beradi, ikkalasi shafoat qiladi. Ro'za bilan Qur'on. Ro'za bilan Qur'on. Ro'za ixlos ibodati dedik. Qilayotgan amallarga shubha, riyo kirib qolishi mumkin, ammo ro'zaga kira olmaydi birodarlar. Hech kim ko'rmaganda ham Robbisidan qo'rqadi, ro'za tutadi. Nafsingizni qiynab, chanqab ichmayotgan paytingizda, qorningiz ochib yemay turgan paytingizda Alloh taolo aytadi-da: "Ey banda, sen meni taniysan. Meni yaxshi ko'rasan, o'shuning uchun tutyapsan. Meni ko'rib turishimga iymoning komil, o'shuning uchun podvalga tushib ham ichmayapsan, tomga chiqib ham ichmayapsan." Bu qalbingizga huzur bag'ishlaydi birodarlar. Ro'za jannatga olib boruvchi sabablardan. Ko'pchiligimiz bilgan hadis, albatta jannatda Rayyon deb nomlanadigan eshik bor. Undan faqatgina ro'zadorlar kiradi. 8 ta eshigi bor jannatda. Alloh bizga 8 alasiga yo'l bersin. Lekin bittasi ochilib qolsa yutdingiz. Mana shu Ramazon oyi birodarlar. G'animat bilaylik. U eshikdan faqat ro'zadorlar kiradi. Oxirgi ro'zador kirib bo'lgandan keyin yopiladi, boshqa birovga ochilmaydi u eshik. Savol bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga: "Ya Rasululloh, meni jannatga olib kiradigan, meni do'zaxdan uzoq qiladigan amalni o'rgating." Rasululloh aytdilar: "Ro'zani o'zingizga lozim tuting. Chunki u amalga teng boshqa amal yo'q." Haligi sahoba ikkinchi marta "Meni bir amalga buyuring" deganida, "Ro'zani o'zingizga lozim tuting, chunki unga teng bo'lgan boshqa amal yo'q" dedilar. Ramazon oyi keldi birodarlar. G'animat bilaylik. Imom Termiziyda keltiriladi, Ramazon oyining birinchi kechasi bo'lishi bilan shaytonlar va itoatsiz jinlar bog'lanadi. O't eshiklari berkitiladi. Ulardan biron eshik ham ochilmaydi. Jannat eshiklari ochiladi. Ulardan biron eshik berkilmaydi. Nido qiluvchi nido qilib: "Ey yaxshilik istovchi, shoshil. Ey yomonliklarni istovchi, ma'siyatlarni ozaytir" deydi. Do'zaxdan bandalar ozod qilinadi va bu har kecha sodir bo'ladi. Darsimizning nihoyasida Talhat ibn Ubaydullohdan u kishi tush ko'rdi. Tushida jannat eshigining oldida turgan edi. Ibn Mojadan bu rivoyat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga ikkita odam kelib iymon keltirdi. Talhat ibn Ubaydulloh ko'rdi. Shu ikkalasi o'ldi. Bittasi ikkinchisidan ishtihodliroq edi. Yana jihodda shahid bo'ldi. Ikkinchisi 1 yil keyin o'tdi, oddiy o'lim bilan o'ldi. Endi mana shu ikkala kishini
Talhat ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu jannat eshigi oldida ko'rdi. Uchalamiz turgan ekanmiz deydi. Eshik ochildida birinchi bo'lib shahid bo'lib o'tgandi emas, ishtihodli bo'lgan odamda emas, 1 yil keyin oddiy o'limi bilan o'tgan kishini olib kirib ketdi. So'ngra qaytib chiqdi, yana ikkinchi boyagi odamni shahid bo'lgan odamni olib kirib ketdi. Uni qo'yib chiqqandan keyin senga hali bu yer mumkin bo'lmadi. Qayt dedi, qaytdim. Uyg'ondida shu tushini aytib berdi. Odamlar hayron bo'lishdi subhanalloh deb. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam min ayyi zalika ta'jabun? Nimaga hayron bo'lyapsizlar deb so'radilar. Ular aytishdiki, "Ya Rasululloh, ikkalasi bir iymon keltirdi. Birinchisi taqvoliroq edi, ishtihodliroq edi, yana shahid bo'ldi. Ikkinchisi endi el qatori oddiy, yana oddiy o'limi bilan o'ldi. Qanday qilib u burun kirib ketadi?" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Alaysa qad makata hada ba'dahu sana?" Ikkinchi o'lgan odam birinchi o'lgan odamdan 1 yil ko'proq yashadimi? Ha dedi sahobalar. Va adraka Ramazona fasoma va salla kaza va kaza min sajdatin fi sana. Ramazon ro'zasini bitta oshiqcha tutdimi? Ya'ni 1 oy oshiqcha tutdimi ro'zani tutdi? 1 yil namozda falon rakatini o'qidimi, sajdasini qildimi? Ha dedi. Rasululloh aytdilar, "Fama baynahuma ab'adu mimma baynas samai wal ard." Endi bu ikkalasining o'rtasidagi maqomdagi darajadagi martaba osmon bilan yer orasida katta farqi bor dedi. Mana birodarlar, o'tgan yilgi Ramazondan bu Ramazonga kim yetib keldi, kim yetib kelmadi? O'sha bitta Ramazonni oshiqcha tutdi, 1 yil namozni ko'p o'qigan odamning darajasi balandroq bo'ldi. Chunki Ramazonni tutdi u. 1 yil oshiqcha namoz o'qidi. Alloh azza va jalla xayrli amallarimiz bilan umrimizni barakotli qilsin. Kelayotgan Ramazonni hammamizga Alloh muborak qilsin. Mana shu shijoat bilan, muhabbat bilan, g'ayrat bilan tutaylik. Muhabbat bilan qilingan amal sizga rohat beradi. Shuning uchun qilayotgan ishimizga agar muhabbat bilan yondoshadigan bo'lsak, qilayotgan ishimizga tushunchamiz, o'lchovimiz to'g'ri bo'lgan bo'lsa, u bizga mashaqqat bo'lishligi kerak emas. Alloh azza va jalla hammamizga Ramazonni muborak qilgan bo'lsin. Musulmon odam Ramazon sharifni kelishligi bilan juda bir qattiq quvonadi. Chunki bu oyda Alloh taoloning mu'minlarga bo'lgan rahmati, ularga bo'lgan fazli, karami qanchalik katta bo'lishligini biladi. Mana shu narsani his qiladi, albatta xursand bo'ladi. Faraz qiling, bir xonadonga bir pul sarf qilinsa, ota tutkizolmayotgan tomini yopib oldi. Balki bir 10 ming so'm sarflab tomini yopib oldi. Qanaqa quvonadi. Katta bir g'amini, katta bir tashvishi ko'tarildi, xursand bo'ladi. Lekin 6ga kirgan bolachasiga bu narsa quvonch bag'ishlamaydi. Chunki uning ishi bor tom bilan. Endi uyga bir 5 ming so'mga bitta pilosos olib kelib berdi bu ota. Ayoli quvonadi. Ishim yengil bo'ldi deydi. Lekin boyagi bolaga buni ham farqi yo'q. Chunki uni nima ishi bor, uyni tozalashlaydi. Chunki bu bolaning qalbi o'ziga xos narsalar bilan, boshqa narsalar bilan quvonadi. Arzimagan 2 ming so'mga bitta velosiped olib beradigan bo'lsa, mana shunga quvonadi. Nimaga desiz, bu bolaning qalbida ana shu valasabga bo'lgan muhabbat bor. Xuddi shunga o'xshagandek, lillahil masalul a'la. Ramazon kelganda bir insonlar bor, umuman parvoz falak. Demak, ularning qalbida Ramazon yo'q. Allohga bo'lgan muhabbat, Allohga bo'lgan ishtiyoq yo'q, o'shuning uchun xursand bo'lmayapti. Yana kimdir Ramazon kelishini intiqlik bilan kutadi, kelganda quvonadi. Kimdir yuragi siqiladi. Xullas, Ramazonning kelishi siz bilan bizni quvontirayotgan bo'lsa, alhamdulillah. Agar Ramazonning kelishligi siz bilan bizga umuman farqi bo'lmayotgan bo'lsa, istig'for aytaylik birodarlar. Istig'for aytaylik. Chunki 12 oyning ichida hech qaysi oyda Ramazon oyida musulmonga yetgan fazl marhamat yetmaydi. Xursand bo'lyapmizmi Ramazonga? Mana inshaalloh mana shu 30 kun barakotli kechalarni, barakotli kunlarni avvalgizda o'tiribmiz. Mana bugundan inshaalloh bir sidq dildan azmi qaror bilan niyat qilaylikki, Parvardigor Ramazon chiqib o'zini gunohlardan tozalagan bandalar qatoriga meni ham qo'shgin.
Mashhur hadis, Nabiy sallallohu alayhi vasallam minbarga ko'tarilayotib, "Amin" dedilar. Amin, amin 3 marta takrorladi mana shu so'zni. Sahobalar bu aminning sababini so'raganlarida mashhur hadis. Har Ramazonda aytamiz, lekin tazkir bobidan takrorlaymiz. Nimaga 3 marta amin dedingiz? Deganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchisi nima dedi? Nima uchun amin dedi? Sizni ismingiz zikr qilinganda sizga salovat aytmagan odamni burni yerga ish qilsin. Amin deng dedi Jibril. Men amin dedim. Demak, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ismi zikr qilinganda alayhissalatu vassallam sallallohu alayhi vasallam demagan odam burni yerga ish qilsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilganlar. Ikkinchi marta amin deyishligining sababi nima bo'ldi? Bitta yoki ikkala ota-onasi tirik turgan bir farzand. Shular tiriklik davrida ularni duolarini olib, jannatni o'ziga lozim, vojib qilib olmagan farzandni burni yerga ish qilsin. Amin deng dedi Nabiy Jibril alayhisalom. Nabiy sallallohu alayhi vasallam amin dedilar. Uchinchi amin deyishliging sababi Ramazon oyi kelsa-yu, Ramazon oyini barakotidan foydalanib, ibodat bilan shug'ullanib, o'zini gunohlarini ketkizib, o'zini jannatiylar qatoriga qo'shib olmagan odam xor bo'lsin, burni yerga ish qilsin, amin deng dedi Jibril alayhisalom. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar, amin dedilar. Mana shunday bir barakotli, birodarlar, barakotli muborak oyda turibmiz. Qadriga yetaylik. Qayoqdan bilasiz? Ehtimol oxirgi Ramazondir bu siz uchun. Shu savolni o'zingizga bering. Ehtimol oxirgisidir. Chunki bu oyda qilingan amallar boshqa oyda qilingan amallardan 70 barobar savobi ko'p bo'ladi. Bu oyda qilingan nafl ibodatlarning ajri farz amallarning ajri bilan barobar bo'ladi. G'animat bilaylik, g'animat bilaylik. Ramazon ro'zasi. Alloh taolo Qur'onda astagfirullah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sizlardan avvalgilarga, ya'ni avvalgi ummatlarga farz qilinganidek, sizlarga ham ro'za tutishlik farz qilindi, shoyat taqvodor bo'lsanglar. Shart bitta, taqvo sifatini o'zimizda paydo qilishlik. Agar biz yemasak, ichmasak, kunduzi aloqadan tiyilsak-ku, ammo g'iybat, til zinosi, ko'z zinosi, boshqa gunohlardan tiyilmasak, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, rubba soimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-atash. Shunday ro'zadorlar bor degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ularning ro'zadan topgan foydasi, och qolgani-yu, chanqagani, ularga ajr yo'q. Chunki boyaga yeyish, ichishdan, aloqadan tiyildi, ammo boshqa gunohlardan tiyilmadi. Demak, taqvo sifati topilmadi bu odamda. Demak, bu odam ro'zasi ro'za emas. Yani shunday bir namozda qoyim bo'ladigan insonlar bor. Ularning namozdan topgan narsasi uyqusidan qolgani xolos. Shuning uchun yemayapmiz, ichmayapmiz, aloqadan tiyilyapmizmi? Endi bu ommaning ro'zasi. Hamma shunaqa ro'za tutadi. Ommatun nas. Ommatan odamlar shunaqa ro'za tutadi. Endi xos odamlarning ro'zasi bor. Ikkinchi sort ro'za bu. Xos odamlar kim desa, yemaydi, ichmaydi, aloqa qilmaydi va a'zolarini ham ro'zasini tutadi. Ko'zini tiyadi, qo'lini tiyadi. Bu ikkinchi. Endi eng oliy ro'za kim desa, xossatan xususlarning ro'zasi. Bular yemaydi, ichmaydi, aloqa qilmaydi. Ko'z, qo'l, oyoq, a'zolarni ro'zasini tutadi hamda qalb ro'zasini ham tutadi bular. Ular gunoh qilishni hayoliga ham keltirmaydi. Biz mana shu ro'zaga harakat qilishimiz kerak. Qalbimiz musofo bo'lsin, gina kudurat, hasad shunga o'xshagan dardlar qalbimizda bo'lmasin. Ramazon oyi g'animat. Voy qaranglar akalar, mana shunday qilib do'pini bitta aylantirsak, bir yil o'tibdi. Yanachi yarim oborot qilaylik-da, haj bo'layotgan bo'ladi. Umr juda tez o'tyapti. E'tibor beringlar. E'tibor beringlar. Shuning uchun g'animat. Shuning uchun g'animat. Nabiy sallallohu alayhi vasallam siz bilan bizga ro'za tutishlikni mana Parvardigorini kitobidan o'qib farz ekanligini bayon qildi. Ro'zani orqasida hikmatlar juda ko'p. Bizgachi
ro'za tutsang anaqa bo'lasan, ro'za tutsang manaqa bo'lasan degan dunyodagi manfaatini eshitib turib tutmaylik ro'zani. Juda ko'p manfaatlari bor. Ayrim hikmatlarni aytib o'tamiz, kifoyalanamiz. Ro'za Alloh taolo uchun qilingan eng ulug' ibodatlardan. Hadis qudusida Alloh taolo aytgan, odam bolasini hamma qilgan amali o'zi uchun, faqat ro'zasi men uchun. Mukofotini faqat o'zim beraman dedi. Undan keyingisi eng katta axloq maktabi. Ramazon ro'zasi nafsni sindirishlik uchun olib boradigan eng katta jang. Nafsni tarbiya qilishlikning eng katta jangi. Ro'za orqali inson omonatdorlik degan sifatini o'zida rivojlantiradi. Hech kim ko'rmayotganda ham Alloh ko'rib turibdi degan ihson degan sifatni o'zida paydo qiladi. Ro'za orqali mana endi inson sog'lom bo'lishiga aytilgan. Sumu tasihhu degan Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ro'za tutinglar, sog' yurasizlar. Voy, zo'r dori. Bu faqat sog'likni ehtiyot qilish emas, kasalliklarni davolashlik ham zo'r dori. Ini nech pul deng? Nech pul ketadi ro'za tutgan? Bitta ukolni falon pul desa shunda dori bo'lar ekan. Yana qarang, shuni ham qilib ko'raylikchi deydi tabib ham. Sizga qanaqa rezultat berar ekan deydi. Bitta ukolni falon pulga, bitta tabletkasini falon pulga olib yeydi, ammo ro'zachi. Hozirgi kunda ham mana zamonaviy tabobat ana shu dorini hadeb sayolmasdan organizmda o'zini o'zi davolashligiga yo'l ber, kamroq ye, ro'za tut, och qolsang organizming o'zini o'zi davolaydi degan yangi uslubda aytayapti. Ha, Nabiy sollallohu alayhi vasallam 1400 yil burun sumu tasihhu deb qo'ygan ekanlar. Ro'za tutinglar, sog' bo'lasizlar. Ikki og'iz gap. Arab tilida ikkita. Sumu tasihhu ikkita so'z. Ikkita so'z. Ro'za tutinglar, sog'lom bo'lasizlar. Yana boyaga aytganimni qaytaraman gapimni. Biz sog' bo'lish uchun ro'za tutmaymiz. Biz Alloh bizga buyurganligi uchun tutamiz. Uni yoqda keladigan hikmatlar Alloh taoloning bizga bergan fazli. Inson ro'za tutishlik bilan havoyi nafsini shunday bo'g'zidan oladi. Chunki doim nafsiz xohlayotgan ishni qilaverishligingiz bilan nafsizni quliga aylanib qolasiz. To'g'rimi? Endi nafs qayerga boradi? Inna nafsa la'ammaratun bis-su'. Albatta nafs insonni yomonlikka boshlaydi. Qarangda, dinimiz nimaga buyurgan bo'lsa, nafs shuni xohlamaydi. Ramazonning foydalaridan Ramazon ro'zasini tutarkanmiz, shaytonni bo'ynini qayraymiz. Chunki bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, insonni qon tomirlarida yurishlikka Alloh taolo ruxsat bergan shaytonga. Shundaymi? Mana shu ovqatni oz yeyishlik bilan mana shu tomirlar qisqarar ekan, shaytonning yuradigan yo'li ham qisqaradi. Va har bir holatida mo'min odam Alloh taolo uni kuzatib turishligini his qilib turadi. Yolg'iz uyga kirasiz, muzda suv turadi, chanqagansiz, hech kim ko'rmaydi. Nimaga ichmaysiz? Nimaga ichmaysiz? Kim to'siyapti? Bir xoplam ichib oling. Kim ko'rib o'tiribdi? Ertaga bir xoplam ichasizmi endi? 16 soat ro'za tutaman ekan. Dinimiz yengillik ustiga qurilgan u. Yassiru va la tu'assiru degan payg'ambarimiz. Dinni yengil qilinglar, kel bir xoplam. Nimaga ichmaysiz? Ini maza qilasiz ichmasdanchi. Ha? Yomon maza qilasiz, chunki nafsni sindirganligingizdan, shaytonni bo'ynini uzganligingizdan xursand bo'lasiz. Qarang, o'zingizni qiynab maza qilasiz. Nima uchun bo'lyapti bu ish? Allohning roziligi uchun bo'lyapti. Va oxirida aytamiz, inson bolasi o'zida farishtalarda bor bo'lgan sifatlarni ham bir muddat paydo qiladi. Farishtalar yemaydi, farishtalar ichmaydi, farishtalarda erkak ayollik aloqasi yo'q. Inson bo'lib turib, mana shu bir tabiiy g'arizalari bor bo'lib turib, mana shunga ehtiyoji bo'lib turib, o'zini ixtiyori bilan bu narsalardan man qiladi-da va Parvardigorning farishtalarda bor bo'lgan sifatlarni o'zida bir muddat paydo qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis, Rasululloh aytadilar: "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramazon, lam tu'taha ummatun qablaha." Meni ummatimga Alloh taolo Ramazonda 5 xislatni berdi. Boshqa biror bir avvalgi ummatlarda bu narsa bo'lgan emas. Siz bilan bizda bor bu narsa.
Halufu famis soim atyabu indallohi min rihil misk. Ro'zadorning og'zida chiqqan hid Allohning nazdida mushk ambarning hididan ko'ra xushbo'yroq. Qani xunuk narsa o'zi. Odam ovqat yemaganda og'zidan bir noxushlik keladi, ammo Alloh uchun tutib qiyonayotgan kishining og'zidan chiqayotgan noxush hid ham Alloh uchun mushk ambarning hididan yoqimliroq bo'ladi. Ularga, ro'zadorlarga to iftor qilgunlariga qadar maloikalar istig'for aytib turadi. Farishtalar siz bilan bizni gunohimizni Alloh kechirishligini duo qilib so'rab turadi. Uchinchidan, Alloh azza va jalla har kuni jannatga aytadi: "Solih bandalarim mashaqqat va ozorlardan qutulib, senga kelishlariga oz qoldi" deydi. To'rtinchidan, u kunda shaytonlarning ashaddiylari zanjirband qilinib, boshqa payt qilib yurgan ishlariga erisha olmaydilar. Beshinchidan, Ramazonning oxirgi kechasida ro'zadorlarning gunohlari mag'firat qilinadi. Ana o'sha Ramazonning birinchi kechasida o'tiribmiz. Ramazonning oxirgi kechasida ro'zadorlarning hamma gunoh kechiriladi. Birodarlar, bir yilda to'planib qolgan bo'lsa gunohlarimiz, aniq ishonaylik, Alloh taolo yuvib tashlaydi. Shunda, "Ya Rasululloh, u qadr kechasida bo'ladimi shu ish?" deb so'rashdi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Yo'q, xizmatchi qachon ishini tugatsa, uning haqqi to'la qilib beriladi" dedilar. Bugungi ro'zani tutdikmi? Iftor vaqti bo'ldimi? Bir kunlik ro'za tugadimi? Alloh taolo gunohni yuvib kechiradi. Gunohni yuvib kechiradi. Kim Allohning rahmatiga, mag'firatiga muhtoj emas? Demak, mana shunday bir muborak oyning muborak birinchi kechasida o'tiribmiz. Kelinglar bir o'zimizga bir ahd qilaylik. Taravih namozlarining o'rtasini qoldirmaylik. Qur'on tilovatida hozir bo'laylik. Agar o'qishni bilmasak, toqatimiz bo'lmasa, o'rganmagan bo'lsak, eng kamida somiy bo'lib mana shu savobga ega bo'laylik. O'zimizga bir ahd beraylik, va'da beraylik. Inechi yoshlar, mana haqiqiy ro'zadorlar sinaladigan kunlarda tutyapmiz. Hamd aytinglar. Kuch-quvvatga to'lgan paytinglarda keldi. Mana shu kunda tutdingizmi? Endi qishda tutish, bahorda, kuzda tutish hech narsa emas. Mana o'zimizni sinadigan payt keldi. Uddasidan chiqamizmi, yo'qmi? Alloh taolo bu oyni hammamizga barakatli qilgan bo'lsin. Hammamizga Alloh taolo sabr bersin, amallarimizni qabul qilsin, davomiy qilsin hamda ixlosni bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.